Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bugungi master klassimizda uy sharoitida universal ключ yasashni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi profil, velosipedlarning sepi, ozgina velosipedning sepi va mana bu shesterni kerak bo'ladi. Bularni hozir yasashni o'rgatamiz. Bizga texnika xavfsizligi uchun ko'zoynak, quloqchin va svarka apparati, elektr apparati ishlatish uchun o'ziga nima kerak bo'ladi? Maskalar, himoya maskasi yoki bolgarkani ishlatishimiz uchun demak mana bu himoya ko'zoynaklar kerak bo'ladi. Albatta qo'lqop taqqan holda. Qani, unda boshlaymiz. Bismillah. Koyamiz da. Svarka oldik, sepimizga uni ishlatish uchun, tish vazifasini bajarish uchun bu tarafiga svarka olamiz. O'tiramizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, qo'lbola uchimizdan tayyor bo'ldi. Hozir ishlatib